O'ylab bakmaptı Siz yanıla prinsipçan adamkensiz. Men ularning sizni rastla o'ltirdiganligini bilsam-mu, yolg'ondan gaskachi bo'lib o'ltirsam bo'laverdi. Biroq men bilaman, agar ularning planini sizga deb qo'ysam, u odamlar shu zamon talafotga uchraydi. Shunga men sizni so'ramay. Biroq yanıla sizga rahmat aytaman. Men uchun qanchalik muhim ekanligingizni bilamsiz. Men barlig'imdan voz kechsam bo'ladi. Biroq sizdan hargiz voz kechmayman. Bunda qilishingizga arzimayman. U degan mening ishim. Sizga shunday qilasiz deb shart qo'yganim yo'q. Bo'ldilar. Siz to'g'riliq so'zlashaylik. Anglashimcha bahar manzili majanxonasini portret etibsiz. Kompartiyaning diqqatini tortibsiz. Bir kechada Jangbojining ishga aloqalish o'rnini buzib tashlabsiz. Shundaqmi? U degan tunugungi ish. Undaqda buguncha. Tamak cheksan bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men bugun Jangbojini o'ltirib etdim. Nima dedingiz? Mening gapimni aniq anglayolmadingizmi? Siz Jangbojini o'ltirib etdingizmi? U o'lmisi bo'lamdi. Amaliyotda men Jangbojini ancha yoqtirib ketmasam-mu, biroq toshqan o'lsa, tulki hozashqandek ish bo'ldi. Rastilla ko'nglim bakli yerim bo'lyotdi. Qaraganda siz xo'jayinimiz bilan hayot mamatlik elishni qaror qilib bo'lgan o'xshamamsiz. U meni qo'yib berishga unamadi. Buning nima farqi bor? Hozir farqi yo'q. Ishqilib, ularning hammasi o'lish kerak. Hammamiz o'z odamlar. Sen ölsang men yaşayman deyish ketamdi. Eng oxirida erishadiganimiz yanala azob. Bundaq savoqlar bizga yetib boshidi-ku. Komendantning yuzini qilib bo'lsa-mu, o'zimizni besvasak bo'lmamdi. Ko'pchilik hammamiz qoyil bo'ladigan biror yaxshi amal tepib chiqsak bo'lmamdi. Siz bak oq ko'ngilkansiz. Agar bu usul mavjud bo'lgan bo'lsa, oldingi kuni Kashda Yongyuan mehmon sarayda meni o'ltirmoqchi bo'lmagan bo'ladi. O'z vaqtida siz ularga vakil bo'lib, men bilan hamkorlashmoqchi bo'lgandingiz-ku. Amaliyotchi. Qotil faqat sizdan foydalandi. Xo'jayinga nisbatan ittifoqlashish bir xatolik. Xatolik o'tkazgankan cho'qim bedel to'lash kerak. Men shopping bada yig'in zaldagi qotillik harakati orqali o'zimni isbotladim. Biroq uchu xatoliga tanbamidi. Yana texe bedel to'lashni xohlamadi. Shu sababdan ishlar mana mushu darajaga berib yetdi. Biroq hozir Manxayma o'ldi. Jangbojimi o'ldi. Ishga aloqalish o'rni oshkorlanib, nurg'ilgan birodarlarimiz kompartiya tarafidan o'ltirildi. Acaba u to'lagan badallar, tatqan ziyonlar ozmi? U degan u o'zligidan to'lagan badal emas. U hayot mamatlik elishdi yuz bergan tragediya. Qonga qon, jonga jon. Bu qoida almisaqni davomlashib kelayotgan. Buni hech kim o'zgartirmaydi.
ish bu darajaga berib yetgankan, biz chekinishga amalsiz. Menmi qaytamayman. U texmi qaytamaydi. Nurg'un odamlar o'ldi. Ichida uning o'ng qo'li, so'l qo'li bo'lgan yo'lanchigi ming xayma bilan jangbovji bor. Endi ittifoqlashiman desa, qo'l ostidagilarga qanday javob qaytardi? Shu sababdan balkim men qo'l uzsammi, biroq u uzmaydi. U cho'qim meni o'ltirmaguncha bo'ldi qilmaydi. Bo'ldilar. Odamni undaq andishiga sanmang. Yuring, mening hujramni ko'rib yiqin. Sizchi undaq umidsizlanib ketmang. Ishlar cho'qim yaxshi hal bo'ladi. Qani o'ltiring. O'ltiring. Ahvol doim o'zgarib turadi. Ular hozir sizning yomonligingizni bilib bo'ldi. Bo'libmi, bahar manzarasi degan mojanxonni portlatayotgandan keyin kompartiyaning diqqatini tortdi. Ular Jangbojining ishga aloqalishi o'rnini buzib tashlangandan keyin qo'qqindan yuraklari qipidan chiqib ketaylar deb qoldi. Mana bu ittifoqlashishning eng yaxshi fursati. Urushning har ikkili tarafga hech qanday foydasi yo'q. Bu tarafi ko'nglimizga besh qo'ldek ayon. Men jahil odamlardan emas. Shundaqla Gomindanning jinoyatchisi bo'lib qolishni texmi xohlamayman. Ma'qul. Agar xo'jayiningiz ittifoqlashni tavsiya qilsa, o'z ko'nglini ifodalasin. Men uning bilan yaxshi paranglashib baqaman. Ixtiyoringiz. Tong atay deb qapti. Men qaytay. Siz bilan qanday aloqalashaman? 2 kundan keyin kech soat 4 da Temir ko'rikning ostida ko'rishaylik. Xo'jayin, Yushan. Tunugin kashnemishqa kelib yig'inga qatnashmaysan. o'zaro qirg'in qilishlarga ancha qiziqib ketmayman. Bilaman, sen Chingtangni yaxshi ko'rsan. Bu degan insonlar o'rtasidagi muhabbat. Buni to'g'ri tushunaman. Buning shaxsiy hissiyat bilan faqat munosabati yo'q. Mening o'ylig'im, biz xatolik o'tkazganni bilib turib, yana xatolik o'tkazsak, Jintongning qoida nizomiga xilof va Gomindanning ishlari uchun yaxshilikning bisharti emas. Bugun attiga yana bir necha aloqalash o'rnimiz kompartiya tarafidan musodir qilindi. Shuning bilan jami 10 necha aloqalash xodimlarimiz ularning qo'liga tushib ketdi. Keyingi ishlar texmi xatarlik. Agar Chingtang shunday chidab chiqaraversa, vaziyatni kontrol qilish mumkin emas. Uning g'azablanishga asosi bor. Xatolashgan odam biz. Shu sababdan uni ayblashga salohiyatimiz to'shmaydi. Yana o'zimizning qilganlarini asta-asta tahlil qilib ko'raylik. Shundaq. Bizning burun qo'llangan usullarimiz chakdan eshib ketdi. Ishlarning bu darajaga berib yetishini har ikkil taraf ko'rishni xohlamaydi. Shu sababdan men Chingtang bilan ittifoqlashaymikin deyman. Gomindanning yuzini qilib, samimiy niyat bilan ittifoqlashmoqchi. Esingizda bordi. Donya mehmon sarayga berib, Chingtang bilan ko'rishdan ilgari siz menga shundaq degan edingiz. Biroq orqadan iz qovlab yo'qotmoqchi bo'ldingiz. Texi Jangboji qotillarni o'rinlashtiribdi. O'ylab yiqing. U yana bizga ishinami? Bu qatimqisi o'xshamaydi. Men chin ko'nglimdan da'vatman. Undaq bo'lsa u ko'rib baqsin. Buni Chingtangga berib qo'y. U samimiy niyatimdan hargiz gumonlanmaydi. Bu nima?
Bu Mavrinning idora boshlig'i o'z qo'li bilan Ching Tang'a avatgan telegramma. Mao idora boshlig'ining telegrafi. Shundoq. Men uningga yetkazib qo'yamdi. Nima? Biroq men uning nadligini bilmasam. Agar bu dunyoda faqat bir odam Ching Tangni izlab topalaydi deyilsa, u odam cho'qim sen. Shoma yordam qilishing kerak. Hozircha Chongqingning ahvoli yaxshi emas. Shu sababdan vaqtincha bu yerdan yo'tkilishinglarni qaror qildim. Yetkilib turamdiq. Qayaga yetkilib turamiz? Sen bilan Ming Haymonning tavallikidagi ana shunjayga. Yushan, men va Liryushan, Huangshuar, Wushudola bugun tushdan keyin yo'lga chiqamiz. Sen Ching Tang bilan aloqalashib bo'lgandan keyin uni ana shunjayga olib men bilan ko'rishdir. Men bilamadim. U menga zot ishonamdi yo'q. Şoňa men sening tavallikingdagi ana shunjayni vaqtincha boshlab turishni qaror qildim. Huangshuarning tavallikidagi Huyinshanni tanlamadim. Chunki Ching Tang sana ishondu. Sening tavallikingdagi o'rinda u cho'qim xotirjam bo'ladi. Men tirishib baqay. Yushan. İşlarning hammasi sana qarashliq. Bu qitim meni noumid qo'ymasligingizni umid qilaman. Qanday? Bu shahar chiroylimikan? Suratlashga to'g'ri kelsa, hashamatlik degan tuzuk. Mana bu er kishi bilan ayol kishining farqi. Er kishi doim butunlikni asos qilgan holda hukm chiqaradi. Xo'jayin siz bilan ittifoqlashmoqchi. Uning o'zgarishi nimandaq tez? Vaziyatga bog'liq bo'lib qoldik. Vaziyat uni amalsiz holga tushirib qo'ydi. U bugun Chongqingdan ayrilib, ana shunjayga qaytib turmoqchi. Ana shunjay? Taybayshanda siz berib baqango. U sizning tayanch punktingiz-ku. U nimishqa ana shunjayga boradigan bo'lib qoldi? Albatta siz uchun bo'lmamdi. Men uchun? Siz Chongqingni ostin ustin qilyaptingiz. U bu yerda turishdan qo'rqib qoldi. Siz bayatdan uni men bilan ittifoqlashmoqchi bo'lyaptimi demedingizmi? Nayt to'g'ri. Bumi qiltaqdi. Bu qitim qisi ras. Men degan uning samimiy niyatini ko'rib baqonma. Ko'rib yiqin. Menimi? Bu nima? Ko'rsangiz bilasiz. Ching Tang inim, Yansin orqali bu telegramini sana avatdim. İnimden ishqinglarning o'tirisida o'xshamaslik bo'lganligini angladim. Ko'nglimga xotirjam emas. Behuda ilishmanglar. Hozir Gomindanning eng xatarlik ham halqiliq paytlari. İnimning ko'nglidagi o'sh adovatlarni yuvitib, davlat uchun bir niyat bir maqsadda hamkorlashib, hushyorlikni oshirib, cho'ngchingdagi cho'ng ishlarni amalga oshirish uchun ishqinglarning kuch chiqarishinglarni umid qilaman. Mavrinsan. Mav idora boshlig'i menga avatgan telegramma ekan. Shunda. Men ko'rib baqsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'jayin Mao idora boshlig'ini o'tirg'i chiqarib urushni to'xtatibdi. Endi xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Yansin.
xo'jayinning haqiqiy ismi ekanda. Meningcha xato emas. Xo'jayinning ismini hech kim bilmaydi. Biroq bu qitim u sizga qiltaq qurmabdi. Mana bu uning samimiy ko'ngli. Men an shunchayga beri uni bilan ko'rishiman. Shundaqmi? To'g'ri hukm. Men siz bilan birga. Bu paraxod bildi. Atishtingi soat 1da Chotyaman pristanda Cho'lchonning paraxodi. Yana siz bilan birga bo'ladigan bo'ldim. Men bak xo'sham. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shiji-salkin-com. Sizga nim bo'ldi? Siz xaylani eslab qolgan o'xshamabsiz. Biz birga turmush kechirayotgani 5 yil bo'ldi. Taqdirimiz billa. Iqiyotgan qenimiz billa. Ular xuddi o'z inimga o'xshash edi. Biroq men hozir ularga yuz kelanmayman. Ularga yuz kelanmayman. Bo'ldi, azoblanmang. Sabr qiling. Ularning oldimda yotqanini o'ylasam, azoblanmay tura olamdim. Hozir azoblanganimga vaqt yetmayotdi.
Mende faqat o'shmanlik bor. Ularga ziyonkashlik qilganlardan qonga qon, jonga jon olaman. Biroq men endi azoplansam bo'ladigan bo'ldi. Azoplansam bo'ladigan bo'ldi. Men sizni tosh yurak odam o'xshaydi deb o'ylab qolibdi ekanman. Yig'lig'ingiz bo'lsa yig'lab eling. Birodarlar, sizlarning qininglar bekorga oqmaydi. Sizga zada nima bo'ldi? Menga aytib bersangiz bo'lamdi? Buni ma'rufan sizga avatibdi. Ular siz bilan ittifoqlashmoqchi ekan. Qaraganda dushman taltiki sizning salohiyatingizga ishonibdi. Sizning planingiz muvaffaqiyat qozonibdi. Birodarlar, oxir ruhinglarni emin topqizdigan bo'ldik. U dunyoda xotirjam yetinglar. Men ana shunchaki berib xo'jayin bilan ko'rishiman. O hayvonni o'z qo'lim bilan tutaman. Sizlar uchun qisos olaman. Qarang, buni yana bir qatam o'zgartib qo'y. Loli, Yo'ldosh Yusha. Qanaqroq? 5-nomerdan xabar bormi? 5-nomerning xati bizning o'ylagallarimizning to'g'riliqini isbotlab berdi. Ha. 5-nomer yana xatida tunugun kech bo'ron chapqon 1-nomer ishbiyonlar kattiveshi, ya'ni sobiq uch birlashma uyushmasining boshlig'i Jangbojini o'ltirib etibdi. Buni birlashtirsak, biz 6 maxfiy aloqa qilish o'rnini buzib tashlabdik. Hozir dushman o'zini bir vahimlik ichida yashayotgandek his qilibdi. Ular bo'ron chapqon 1-nomer bilan ittifoqlashishni tavsiya qilibdi. 1-nomerning plani unum beribdi. Amaliyotda men izchil bu planning muvaffaqiyat qozonishidan qattiq ansirab kelgan edim. Endi uning to'g'ri ish ekanligini tushundim. 1-nomer haqiqatan qaltis ekan. Vaqt keldi. Lego, jamoat xavfsizligi va boshqarma qismiga xabar qil. Ular tez suratda hujumga o'tib, bizning tavalligimizga barliq maxfiy aloqa qilish punktlarini musodir qilsin. Xo'p. Biz uzluksiz dushmandan besimni oshiraylik. Ularni texnika him bossin. Mushundaq bo'lganlar 1-nomer aktiv bo'lib o'talaydi. Meningcha 1-nomer biz bilan bo'lgan aloqani asli keltirdi. Yo'ldosh Yusha, hozirli birinchi konkursda yig'ing. Kelar qatim qadamni qandoq menish to'g'riliq maslahat beraylik. Ma'qul. Ben Koçin'in navbatga xatarni topshirib oldim. Sening planing muvaffaqiyatli bo'ldi. Ko'pchilik bundan qattiq qo'shal bo'ldi. Dushman sen bilan ittifoqlashishni talab qildi. Bu xo'jayinni tutishdagi eng yaxshi fursat. Xo'jayinning salohiyatini tekshirib chiqdinglarmi? Yansin, Junto maxfiy tarbiyalash boshqarmasining mahir generali. Ilgari Kangzining ishonchli odami edi. Buru ko'k kiyim jamiyati yoshlar umkining tarbiyalash boshlig'i. Ko'k kiyim tashkilotining muavin bosh ish bajaruvchisi. Yoshlar umki kadrlarini tashlash boshqarmasining muavin mudir bo'lgan. Keyin Junton kirib, Daylining qo'l ostida tekshirish bo'limining bo'lim boshlig'i bo'lgan. Dayli o'lgandan keyin Ma'rufon tarafidan maxfiyatlikni saqlash idorasi maxfiy kadrlarni tarbiyalash boshqarmasining boshlig'i bo'lgan. U nihoyat ilgari, qo'lliq shumliqlari ko'p odam. Juntonda tarixiy eng uzun koni shpionlardan biri. Maxfiy harakat ustisi. Junton G'arbiy Janub idorasining boshlig'i Shunzoy, Shanxay soqchixonasining boshlig'i Moshin bilan birlashtirilib, Juntonning ishkiga uniti deb ataladi. Bir yilning oldida Yansin tuyuqsiz ko'zdan g'oyib bo'ldi. Juntonning har qaysi arxivlaridan uning munosabatli arxivlarni tekshirishga bo'lmadi. Bizning tahlilimiz bo'yicha
Cumhuriyet urushi mag'lub bo'lgandan keyin Maurunfang davlat ichki qismida keskin o'zgarish yuz berganligini ko'rib, uni muddatdan burun yer ostiga yo'tkab, maxfiy tashkilot qurish va shpionlar to'rini taraqqiy qildirish o'rnining mas'uli qilib, navbatdagi yoshirin harakatning asosini tiklagan. Uning do'st birodarlari, yaqin tuqqanlarining materiallari bormi? Yansiga munosabatli materiallar bakmo oz, faqat mushular. Siz qachonliq mangsiz? Ati tushdan keyin soat 1da. Ayni shunchayga berish yo'lbos usiga kirgan bilan barobar. Endi biz yordam qila olmaymiz. Ehtiyot qiling. Xotirjam bo'ling. Ehtiyot qilaman. Siz berib 3 kundan keyin men Poranchop konkursini boshlab, Taybayshan rayoniga berib, shu yerda turishli armiya bilan aloqa qilishiman. Shuning bilan ayni shunchayga birlikda hujum qilamiz. Xo'jayinning ajal to'shtagan kuni keldi. Aka. Kello. İgisi keldi mi? Saat 9'da görüşük deyişken. 9. numaralı Kırgızstan'da. Menimce ular kep oldu değil mi? Adam çoğu. Belki kiminin içinde buluşu mümkün. Değil mi? Bu kanda kaydı ki. Her kanşı çok aziz mihman bolsun mu? Hoca akısı bilen görüşse, ezelden kiminin sırtını görüşettik. Qachondan boshlab kemini ichida ko'rishgan bo'lib qoldik. Aka, siz nima bilasiz? Bu qitimqa mahligining salohiyati alohida bo'lganligi uchun u kema ichida ko'rishaylik deb talab qo'yib oldi. Aslida men qo'shilmagan. Biroq qarshi taraf ching turib olganligi uchun bizning yo'lsizlik bo'lib qolmasin deb uning ma'qul bo'ldi. Yo'lsizlik? Bu mendek Chinshu Boksning deydigan gapimi? Eninlarning ig'zidan chiqib ketibdi. Aka, ish bu darajaga kelganda biz bu maligisiga javob bermasak bo'lmas. Meningcha bu kichik ishda unga yo'l qo'yib turaylik. Qanday dedim? O'z beshimchilik qilgan. Aka! Joyinim, qanday ahvolingiz? Xo'jayin, anglashimcha mallardan chatoq chiqibdi-ku. Chatoq yo'q. Men faqat so'rab boqay. U vallani zodi nimaga ishlatmoqchi edinglar? Inoq degan bu so'zni yaxlaydiganlar azob tatgan odam boy bo'ladi, ham chaqqan yo'qoladi deb qo'ydi. Boshqa ishlar bilan qaring bo'lmay, faqat boy bo'lishni o'yla. Xo'jayinning bu savoli qoidamizga faqatla tushmaydi. Ben xo'ja jahondorchilikda qaynab yurgunimga 10 necha yil bo'ldi. Bu Piristonning qoidasi, og'inimizning askartib qo'yishi ojatsiz. Ondaqda bu qatim men xo'jayinning pulini kam to'lab qo'ydimmi yoki Chingshuybao akaning tishig'i tegib qo'ydimmi? Hech qaysi emas. 500 kesak oltinni ben topshirib oldim. Bana bu 500 kesak oltin birsimi kam emas. Bundaq bo'lgandan keyin nemishqa mening mollarimni besib yetib olasiz? Gapni yoshirib o'ltirmay, udul davri. Bunundan ilgari men Chinshuybao qo'limdan o'tkazgan mollar son-sanoqsiz deyishga bo'ladi. Mayli qo'ral portlatqich va yoki o'qdori bo'lsin. Men xo'ja azaldan ishning bosh oyog'ini so'rab boqmagan edim.
hammasi elim birimda rozi bo'lishatdi. Undoq bo'lmaganda men Chinshiboning 9-pristanda turishi hojatsiz. To'g'ri deysiz. 9-numurliq pristandagi xo'jayin eng ishonchlik. Bu tarafı bana bek iniq. Şu sebepten bu mallarni yötkeş üçün sizlarni izdegan edim. Biroq bu qetim men ko'zimni yo'g'on ichib saptiman. Bal sağan sandıqlar üstüge Yaponca yazıqlar yazıqlıqken. Ben Yaponca'nı bildiğim bir dostumdan sorab gördüm. Ular bana bu yazıqlarning ma'nosini aytib berdi. Bu yerda egizlar bakmi ko'p. Men bo'ldi ortiq gap qilmay. Siz qo'sqimdagi gapni bilib bo'ldingiz-ku deyman. Xo'jayin, bek inchiklab ketdingizmi qandaq? Shu sababdan o'zlaridan so'rab baqay. Bundaq ziyonliq narsani siz ep ketib sodi nima ishlatasiz? Xo'jayin, bu siz bilishga tegishli ishlar emas. Biladigan maxfiyatlik ko'p bo'lsa, eng xatarli holga tushib qoladigan gap. Siz menga tahdid silyapsiz? Undaq deyishga haddim emas. Men faqat sizga ko'p ishlarga aralashmang, pulni elib malni topshiring demoqchi. Gapingiz bo'yicha aytganda, ikkala taraf tang rozi bo'lib ketayli demoqchiman. Agar men bergan pul oz bo'lsa, yana 200 kesak oltin qo'shib beray. Bu puldagi masala emas. Ben sizning bu narsalarni ep cho'njindagi puhralarga opetib kelishingizni xohlamayman. Biroq jahonkashlik yo'li bo'yicha aytganda, ben 500 dona kesak oltinni qaytirib beray. Ammo malga kelsak, ben uni tutib qoldim. Bundaq bo'lgankan, mening boshqa gapim yo'q. Xo'jayin, bilamsiz, kishilar o'zi qilgan ishlar uchun cho'qim badal to'lash kerak. Sizmi buning sirtida emas. Bu so'zning ma'nosi bor. Mening yana anglab boqdim kelyapti. Men bo'lsam pul xashlab, Chinshibow akaning bu mallarni bu yerga tinch amon yetkazib berishiga va'da qilishgan. Biroq bu mening bu ishlarni qilolmaydiganligimni bildirmaydi. Faqat ba'zi bir avorchilikdan saqlanish tas bo'lganligi uchun shunday qilgan. Ish qilib ishlar bu darajaga borganda, men bor kuchim bilan malni qaytarib olishga tirishaman. Siz bo'lsangiz musobaqada shallanib ketdingiz. Shallanib ketdim? Bu so'z asli Amerikaning kaltak top musobaqasidan kelgan. Ma'nosi hujumchi tanarkatchi shu qatim hujumdan to'sib qolmasa, shu qatimqi musobaqadan shallanib ketadi. Biroq sizga nisbatan shallanib ketishning ma'nosi o'lish. Bu so'zni aytganlar 10 yilning oldida o'lib ketgan. Aslida sizni bu ishlarni bilgandan keyin o'zligidan chekinsin deb o'ylagan edim. Gap bu yerga davomlashgandan keyin siz bu kiyimidan tirik chiqib ketman deb o'ylama. Xayr, xo'sh. Ciao, brother. Xayr, xo'sh, xo'jayin. Sen 20 ömür hayyu sürüp yurdun. Hem de o razı boğan sen.
To'g'ri. Men yeningdagi qo'g'dug'chilarning almashtirilib ketganligini bayqamaga o'xshamamsan. Xotirjam bo'l. Kelar yili mush kuni sana atab kuchi kuydirib qo'yman. Kim bizni akog'ini bo'lsin debdi-kan? Ha? Rastlı vaziyatni tushunmaydigan odam. Tellung inem, mal qayerda? Cho'qim Pristanda. Men hozirla qo'l ostindagilarni izlashga buyruq qilaman. Oltunni ep qal. Ati malni topshir. Ma'qul. Sizga mal topshiradigan vaqtni xabar qilaman. Men hilimi uzun kutib ketdim. Endi yana saqlig'im yo'q. Ati eng oxirgi muhlat. Xotirjam bo'ling. Chataq yo'q. Nayt yaxshi. Akimizning jasadini Jalinjon daryosiga tashlaydinglar. U hamda ejderhoning hayvisini qilsa. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bu yoqqa. Odam qani? Oyoq kel, qo'g'layli, tez qo'g'layli, tez. Yuguramadim. Odam yo'qolib ketdi-ku. Ularning mushtarab ketganini ko'rgan tursak. Buratlarlar. O cho'qim bu tarafda. Biroq hech qo'shamaydi. Chiqama. Xalqini hamma yerda tafsil izlanglar. Xo'p, menglar. Uyjon. Oyoq kel, tez. Tez qo'g'layli, tez. To'xta, to'xta. Chiqinglar.